ushbu videoda ko'rgan sendvichlardan 3 xil nasatkasi chiqadi. Birinchi nasatkasi vafli uchun, venskiy vafli uchun nasatkasi chiqadi. Ikkinchi nasatkasi sendvich uchun, yosh bolalarga zavtrakka sendvichni tayyorlab bersanglar va uchinchi nasatkasi bo'lsa grill. Manirovanniy har xil shunga o'xshagan go'shtlarni bemalol pishirsanglar bo'ladi. Bularning hammasining nasatkasi antipregarniy keramический bo'ladi. Kimgadir shu sendvich istamiz yoqqan bo'lsa, kommentariyaga Lamo so'zini yozib qoldirib ketsangiz, biz sizga narxini jo'natamiz. Videomiz saqlanib qo'yilib, yo'qotib qo'ymaslik uchun hamma yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar.